Hurmatli obunachilar, endi yangi Batoshdan Tursutili 2 tazli kottejimiz chiqyapti. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Egalar nomeri ham bor. Mana bemalol savdo qilsangiz ham bo'laveradi. Kirish darvozaxonamiz. Ko'pincha mana shu old tarafini ham yopib qo'yib, bu tarafga ham katta holda joy qo'llashyapti. Zeleniy zonamiz, to'g'ridan qurilishlar qilib borsa bo'ladi. Endi ichkariga kirishimizda mana koridordan birinchi mehmonxonamiz. Ko'rib turgan mebellarimiz hammasi qoladi. Akkuratligina qilib qo'yilgan. Konditsionerlar ham o'rnatib ketilgan ekan. Mana bu katta holimiz. Bu yoqqa mebellar ham qo'yib ketilgan ekan. Umumiy romlar ham o'rnatib ketilgan ekan. Sanuzillarimiz. Kirmoshina hamma narsa joy qoldirib. Bu tarafga balkonimiz, oshxona balkoni ko'chirilgan ekan. Gaz plitalar, vitishkalar hammasi qo'yib ketilgan. Xolodilniklar ham hammasi qoladi. Bu tarafga hovliga chiqib ketadigan eshiklar ham bor. Ikkinchi etajimiz. Tak. Birinchi mana ekan. Spalna, yotoqxona. Yana detskiy ham bor ekan. Detskiy ham ikkita kravatcha qo'yib ketilgan. Tarafga ham zal ekan, mehki mebellar bilan qo'yilgan. Mehmonlar ham yotoq joy qilib qo'ysa bo'ladi. Hamma ko'rib turgan mebellaringiz qoladi. Bu esa kottejimiz Tursutiga joylashgan, to'rtta xonadan iborat. Mebel jihozlar hammasi qoladi. Narxi start va yetilishi so'ralmoqda. Real nolga real qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.